Assalomu alaykum hurmatli ustozlar. Bugun sizlar bilan Socrative sun'iy intellektga asoslangan platformada qanday qilib darslarda qo'llash mumkin, darslarda sifatli qo'llash mumkin. Asosan bu Socrative platformasi mabodo siz ochiq dars o'tadigan bo'lsangiz, ochiq darsingizda o'quvchilar bilan foydalansangiz juda ham chiroyli va ideal ko'rinishda chiqadi. Sababi Socrativeda asosan testga yo'naltirilgan, ya'ni test tuzib, uni o'quvchilar bilan birgalikda ishlash tartibi qanday qilib o'quvchilar o'zlarini masalan qo'ldagi telefon orqali ham testda ishlash mumkin yoki bo'lmasa buni ochiq darsdan tashqari uyga vazifa shaklida ham bersangiz bo'ladi, ishlatsangiz bo'ladi. Bu platformani o'quvchilarga uyga vazifa sifatida berilgan testlaringizni uyda o'tirgan holatda ishlab bemalol topshiriqlarni bajarib kelsa bo'ladi. Demak, qanday qilib bu platformadan foydalanamiz, shuni ko'rib chiqamiz. Birinchi o'rinda Google'ga yozamiz yoki Yandex'ga yozdim, Socrative deb yozamiz mana bu shaklda. Keyin bizga birinchi chiqqan ro'yxatdagi saytga kiramiz. Bu saytning asosiy oynasi shu shaklda chiqadi. Demak, sayt ro'yxatdan o'tishimiz kerak. Login tugmasini bosib pastda Google orqali o'tasanmi deyapti yoki akkaunt yaratasanmi deyapti. Maslahatim akkaunt yaratgan holatda kirishingiz kerak. Nom ismingizni yozasiz, familiyangizni yozasiz yoki o'sha emailingizni yozasiz. Keyin pasport va ya'ni o'sha parolni tasdiqlab olasizda va bo'ldi. Keyin sizga elektron pochtangizga xabar boradi, tasdiqlash paroli, o'shani kiritasiz va sizga keyin kirish imkoniyati beriladi. Ro'yxatdan o'tgan bo'lasiz. Men ro'yxatdan o'tib bo'lganman, shuning uchun o'zim elektron pochtam va parolni bergan holatda kiraman. Demak, saytga kirgandan keyin asosiy oyna mana shu shaklda paydo bo'ladi sizda. Siz birinchi o'rinda saytda o'sha platformadan foydalanishingizdan oldin mana quiz degan joyi bor. Quizga kirib yoki multiple choice, ya'ni shu variantlar, 4 ta variantli savollar tuzish yoki to'g'ri va xato ekanligini aniqlaydigan savol tuzish yoki umuman boshqa shaklda savollarni tuzsangiz ham bo'ladi. Birinchi o'rinda librariga kiramiz. Libraridan add quizga kiramiz. Ya'ni savol test yaratish bo'limiga kiramiz. Bizga 4 xil variant beradi. Blank quiz, bu yerda o'zingiz savol kiritasiz va variantlarni belgilab chiqasiz. Generate quiz, bu yerda mavzu yozasiz va mavzungizga mos ravishda savollar tuzib beradi javoblari bilan. Copy paste deyapti. Copy paste bu sun'iy intellekt bir boshqa masalan ChatGPT yoki Google Gemini yordamida mavzuga oid savollar tuzilsangiz, siz o'sha savollarni nusxalab olib shu qismiga tashlasangiz, tayyor kalitlari bilan test tuzib beradi o'zi. Tartiblab beradi. Import quiz deyapti. Import quiz bu o'sha kompyuteringizdangi ma'lumotlardan, kompyuteringizdagi test savollarini import qilib, keyin joylab beradi. Men hozir copy pastedan foydalanaman. Demak, copy pastega kirganimizdan keyin bizga quyidagi oyna chiqadi. Mana bu bo'sh ko'k katakchali bo'sh oyna chiqadi. Bu yerda siz savollaringizni joylashingiz, ya'ni nusxasini olingan nusxa savollarni shu yerga joylashingiz mumkin bo'ladi. Google Gemini'dan men savollar tuzdiraman. Asosan savollarim, masalan, savol beraman. Menga deyman, deylik ona tili fanidan ot deylik olmoshga oid 10 ta savol tuzib ber. Javob 4 ta variantli va javoblari bilan. Demak,
bizga sun'iy intellekt tuzib berishni boshladi. 10 ta test tuzadi. Buni siz nusxalab olsangiz bo'ladi. Demak, men hammasini olaman-da, mana 10 savolgacha oldim va kopirovat qilib olaman. Keyin boyagi Socraticga kirib, shu yerga boyagi ochilgan oynaga tashlayman. Tashlasam, mana 4 ta variantli savoldan hammasini tushdi. Tushgandan keyin pastda turgan mana ko'k add tugmasini bosamiz va savollarni ustida ishlash funksiyasi yondi. Mana hozir oynada chiqarib beradi bizga, asosiy oynaga. Mana e'tibor bersangiz, birinchi savol berilyapti, javobni o'zi topib ketyapti. Ikkinchi savol javobni o'zi topyapti. Xullas, mana shu tartibda 10 ta savolga bergan savollarimizni yozib chiqadi, har bir to'g'ri javobni o'zi belgilab chiqadi. Keyin agar yana qo'shimcha savol qo'shmoqchi bo'lsangiz, mana bu multiple choice deb kirsangiz, 4 ta variantli yana savol qo'shishingiz mumkin, yoki true false ni bossangiz to'g'ri va xato ekanligini aniqlaydigan savol qo'shishingiz mumkin. Yo bo'lmasa yana copy paste qilib, yana 10 ta yoki 20 ta, xullas nechta bo'lsa savollar qo'shib ketishingiz mumkin bo'ladi. Keyin e'tibor bersangiz, birinchi savolni o'zgartirishingiz mumkin, o'chirishingiz mumkin, yoki ikkinchi savol bilan birinchi savol joyini almashtirishingiz mumkin, yoki nusxalashingiz mumkin. Keyin savolimizning mavzusiga o'zimizdan nom yozsak bo'ladi. Masalan, olmoshlar nom qo'ysak bo'ladi. Save va yig'itni bosib chiqib ketamiz bu yerdan. E'tibor bersangiz, olmoshlar ko'rinishdagi savollar tuzdi. Endi nima qilamiz? Endi launch degan mana bu bo'limga o'tamiz. Launch bo'limida mana birinchi qizil knopka yonib turibdi, e'tibor bersangiz, shuni ustiga bosaman. Finish activity ni bosamiz. Keyin olmoshlar degan bo'lim chiqdi bizda, savollarimiz chiqdi. Ustiga bosaman olmoshlarning ustiga. Keyin mana bu belgilarni hammasini belgilab chiqib, 4-inchisi bo'lmaydi, chunki bu Pro versiyasida bo'ladi. Qolgan hammasini yashil ko'rinishga keltirib olgandan keyin launch tugmasini bosamiz. Demak, boshlandi. Bizda testni o'zi tayyor qilib berdi mana. Demak, endi nima qilamiz? Bu yerda bu oyna chiqqandan keyin e'tibor bersangiz, 10 ta savol uchun tartiblangan raqamlar yozib chiqqan. Bu yerda hozircha 0 ta odam qatnashdi, hali odam qatnashmagan. Qanday qatnashganini ko'rsataman hozir. Keyin bu yerda nomlarni ko'rsatish. Xullas, mana shu птичка yonib tursa, to'liq ma'lumotlar chiqadi qatnashgan odam haqida. Invite students bossak, bizga bu Socratic o'zini mana shu sayt, mana shu test savoliga kirish uchun QR kodini beradi. Bu QR kodni o'quvchi bemalol skanerlab olib, testda qatnashish mumkin. Endi aytishingiz mumkin, uyga versiya berganda qanday bo'ladi bu? Uyga versiya berganingizda xuddi shu skanerda rasmni tushirib olib, ularning gruppalarida tashlab bersangiz, har bir o'quvchi uyda telefondan shu skanerlab olib, testga qatnashishi mumkin bo'ladi. Yoki ochiq darsda ham xuddi shunday ekranda katta monitorda chiqqanda, monitordagi mana shu QR kodda telefonlarga skanerlab oladi va hamma o'zi testni ishlashni boshlaydi va har bir o'quvchiga savollar ketma-ketligi har xil shaklda beriladi, lekin shu 10 ta savol beriladi. Masalan, men qatnashib shu 10 ta testni ishlab ko'raman va mana bu qismida qanday o'zgarish bo'layotganini ko'rasiz va oxir natijasini ham ko'rsataman hozir. Demak, skanerlab olaman telefonim orqali. Skanerladim. Endi testga kiryapmiz. O'quvchi rolida kiryapmiz va nom kiritishimiz kerak. Enter your name deydi. O'sha nom yozamiz o'zimiz. Masalan, talaba deb yozsam va e'tibor bering, ekranda boshlandi. Talaba degan o'quvchi bu nomga kirdi. Testga kirdi o'quvchi.
va menda chiqadi 10 ta savol. Istalgan variantlarni hozircha tezroq belgilab chiqib ketaman. Oxir natijani ko'ramiz. Men 10 savoldan belgilab bo'ldim. Natijalarim telefonning o'zida ekrandan chiqadi. 10 tadan bitta topdim va 10% natijani ko'rsatdim. Demak, to'g'ri topgan savolim kompyuterda ham yoki shu ekranda ham ko'rinadi. A savol, 6 savolga to'g'ri javob topganman 100%, qolganlarida esa birortasi to'g'ri javob yo'q. Endi savol tug'iladi. Birinchi savolni javobi, masalan, o'quvchilar soni ko'p bo'lsa, mana yerda 30 ta o'quvchi qatnashsa yoki 20 ta o'quvchi qatnashsa, umumiy ro'yxat chiqadida, qatnashgan o'quvchilar ro'yxati chiqadida va birinchi savolga eng ko'p xato topilgan bo'lsa, ya'ni ko'pchilik bu savolni topolmagan bo'lsa, birni ustiga bosib, show resultni bossangiz, e'tibor bering, S javob to'g'ri ekanligini ko'rsatadi va qaysi o'quvchi qaysi variantlarni, ya'ni qaysi, endi aniq kimligini ko'rsatmaydi, lekin nechta o'quvchi qaysi variantlarni tanlaganligi foizni ko'rsatib beradi. Men B ni belgilaganim uchun 100% B ni ko'rsatyapti. Va mana yerda stelkani bitta bossam, ikkinchi savolni javoblari va bu yerda show resultni bossaman, mana men A javob belgilagan, A javob o'zi to'g'ri, lekin men B javobni belgilaganman. Shu tartibda 10 ta savolning natijalarini tahlil qilib olsangiz bo'ladi o'quvchilar bilan va bu yerda umumiy jarayon ham ko'rsatiladi. Har bir savolni necha foiz aniqlik topgan va tepasida keyin oxir natijasida bu yerda umumiy sinfning natijasi necha foiz bo'lganligi to'g'risida ham ma'lumot beriladi. Shu orqali Socrative dasturidan, o'sha platformasidan foydalanganda ochiq darslarda juda qo'l keladi va bu ancha o'quvchilarni qiziqishini ham orttiradi. Ya'ni yangi mavzu bayonidan keyin oxirida mustahkamlash mustahkamlash qismi kelganda, mavzuni mustahkamlayotganda xuddi shu savol testlar berilsa, o'quvchi mustahkamlashi, ya'ni yangi mavzuni mustahkamlashi osonlashadi. Ancha qulay bo'ladi. Shu bugungi sizlar uchun yangi darsligimiz, 3-darsimiz shu Socrative dasturi, ya'ni platformasi bilan tanishish edi.